Xo'p, shogird tushaman, furvachilik o'rganaman degan sho'pirlar uchun maslahat bor. Endi bu avvalambor sizlarga maslahat. Buni olasizlarmi, olmaysizlarmi, buni o'zingizlar bilasizlar. Men sizlarga gapirib beraman. Bu videoning oxirida o'zingizlar xulosa chiqarasizlar. Qaranglar, mana bu yerda 8 ta BYD'ning kaliti bor. 8 ta BYD so'm plus kaliti bor. Orqamda nafaqat yuk ketyapti. Katta mas'uliyat bo'ynimda ketyapti. Mashina ham menchalik qiynalmayapti. Mashina ham tursak ham menchalik qiynalmayapti, rostiga. Bu BYD'ni har bittasini kamida 2 ta remen bilan boylaganmiz. Buni iloji boricha tepada shox-shabalar bor, kabellar bor, past moslar bor. Har xil mashina bor, shopir yengil mashinalar. Agar bir ikkitasi bunday yo'limizga chiqib qolsa, xudo ko'rmasin, BYD'ning orasida mashincha Rossiyani to'g'ri bosganimizda o'f olishi mumkin bo'ladi. O'sha payt kamida bamperga tushamiz. Kamida bitta bamperga tushishimiz mumkin. O'shuning uchun 50, 60 zo'r yursak 60 yuramiz, bo'lmasa 40 ketyapmiz mana. Ko'pchilik o'ylaydi, "No, yonboshdan olib furachilar ratsiya 15-kanal bilan olib, konsertlarga ham olib." Mazza deb o'ylaydi tashqi ko'rinishidan. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Yo'q, biz hozir yaxshi ketyapmiz. Mas'uliyat bilan, katta e'tibor bilan, katta mas'uliyat bilan ketyapmiz, lekin hozir buni yuklab yo'lga chiqib olganimizcha bo'lgan jarayonda nima qiyinchilik ko'rdik. Remenlarni tortish, har bittasini bittalab tekshirib olish, ayniqsa tekshirib olish. Bir dona petno bo'lsa ham ertaga yoqqa borganda bizga bosh og'riq bo'ladi. Na mehr qoldi, na hurmat qoldi. Har bitta detallarini, kulishlarini, zapaskalarini, kitobchalarini, har bitta kulishlarini o'zimiz alohida ko'rib olib, petnosi yo'qmi, o'zimiz yuklab, o'zimiz tushirib beramiz. Yoshlarga maslahatim shuncha, agar nima bo'lsa, agar davay deymiz, misol BYD so'm plus qancha narxi hozir taxminiy narxi? Dollarda 25-27 ming da. 27 ming bo'lsa, 10 tasi bo'lsa 250 ming dollar, aytaylik 250 ming dollar ketyapti mana boshlarda 250 ming dollar ketyapti. Xudo ko'rsa, avvalambor uxlaylar. Ko'rdik, shunaqa shopirlarimiz ham shuncha mashinalar bilan uxlab qolib adam ketganlarni ham ko'rdik. Boshqani ham ko'rdik. Shuning uchun uyqum keldi, yo'lda to'xtab uxlayapman. Yosh shopirlarga maslahatim, mana shuncha mas'uliyat bo'yninglarda. Xohlanglar furachi bo'linglar, xohlanglar bo'lmanglar, bu o'zingizlarning qaroringlar. Lekin sizlarga beradigan maslahatim, o'qinglar. Sizlar o'qinglar, furachilar sizlarning mashinalarini haydasin. Fura olib beringlar, shopirlarga olib beringlar. Furachilar sizlarning mashinalarini haydasin. Sizlar onda-sonda zerikganda bir yoniga sherik bo'lib, chiqib, yonboshlab borib kelinglar. To'g'ri. Yaxshi pul topadi, zo'r pul topadi. Даже o'qiganlardan ham ko'ra yaxshi pul topadi. Kerak bo'lsa, ayrim o'qiganlardan ko'ra yaxshi pul topadi. Endi hammasidan deyolmayman. Endi bu gapim bilan u zo'r pul toparkan o'qiganlardan ham ko'ra deb Qizil diplomni otib olib. O'qimay qo'ymaylar. Sizlar shunaqa o'qinglar, sizlarning furinglar haydasin, shu birlar haydasin. O'zingizlar mazaxdan borib kelinglar. Xullas, ko'pchilikning fikrini o'rganinglar. Mana meni fikrimni eshityapsizlar. Kimdir furachini fikrini eshitinglar. Oxiri hammanikini jamlab, kallani ishlatib, o'zingizlar fikrlar bilan ish qilinglar. Sizlarga aytadigan gapim faqatgina shu. Qolganini endi kommentariyada fikrlarni yozib, o'zingizlar yozib ketasizlar. Meni nimamdan nima maslahat oldinglar, men qaysi gapim noto'g'ri bo'ldi, qayerda noto'g'ri gapirib qo'ydim. O'sha kam ko'stimiz bo'lsa, biz ham endi YouTube'ga faoliyat yurgizayotgan insonlarmiz. Agar gapimiz kam ko'sti bo'ladigan bo'lsa, aka men bu yerda noto'g'ri gapirdingiz, bu yerda unaqa emas, bu yerda bunaqa desanglar, naborat xursand bo'laman. O'sha qaytanga yana o'zim ustimda ishlayman. Hozir gapirgan xato gapimni keyingi safar gapirmaslikka harakat qilaman. Xo'p, shogirdlar, bizga o'xshagan yosh shopirlar, joninglar sog' bo'lsin. Ishinglarga omad. Biz esa YouTube'ga nimamizni, videoyimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Necha minut bo'ldi ukajonim? Yana ozgina gapirsangiz 5 minut bo'ladi. Ha, yana ozgina gapirsam 5 minut bo'ladi. Chiqarib shogirdim qochib ketmasa bo'ldi shuncha gapdan keyin. Operatorni ham ko'rsatib qo'yay. Mana operator. Taassurotlar qanaqa, qiynalmayapsanmi ukajonim? Yo'q.
qiyinchilik bo'lmayaptimi? Hamma ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Mana shu mashaqqatni, mana shu mas'uliyatni bo'ynimizga ilib chiqqanmiz. Shogird bilan birgalikda. Shogirdni vaqt kelsa urushyapman. Vaqt kelsa so'kmadimi? Qanday so'kdimmi? To'ringlar men uryapman. Ha, so'ksam ham bo'lma. Seni yomon maqsadi so'kma hech qachon. Jahlim chiqqanda so'kaman, mana shu xatoni qaytarib qilmasliging uchun so'kaman. Qayda o'yamiz hozir. Mana hozir shu darajada mas'uliyat bor, orqamizda, yelkamizda shu darajada yuk bor. Shaxsan men qornim ochligi yo'q, to'qligi esimda yo'q. Qornim och. Qornim och, lekin bilmayapman shu darajada mas'uliyat o'ylab bo'lganda. Bizda faqat bu mas'uliyat emas, bundan tashqari ishdagi muammolar bor. Bu ishimda emas. Samasvaldagi muammolar bor. Samasvalda ozgina oldi berdi joylarimiz bor. Kimdandir qarzman, kimdir mendan qarz. Oladigan joylardan olmayapman, beradigan joylarimga bera olmayapman hozir vaqtida. O'shuning uchun ozgina boshqalar bor, shuni masalada yuribman. Mana shu boshoridan qutulish uchun furaga chiqib ketdim. Ko'pchilik so'rayapti, nega Samasvaldan ketdingizmi? To'g'risi boshoridan juda charchadim. Boshoridan juda charchadim. Bunda charchaysiz, fiziki charchashingiz mumkin furadan. Lekin Samasvalda shunaqatori miya ketadi. Boshda qo'yib qo'yadi. Xullas shu. Hammaga rahmat. Paydashi uchun bu yana maksimal hamma tanishlarga, furash sho'pirlarga yoki o'z shogirdlarga, furaga qiziqadigan tanishlarga jo'natib qo'ydi. Biz YouTube'da endigina kontentni boshladik. Sizlar maksimalni qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz yana ijodlarni davom ettirishni boshlaymiz. Video oxirida nima qanaqa mashina o'tganimizni ham alohida obzor qilamiz xohlasa. Bizning uchrashishlar davom etadi. Biz Jizzaxda 8 ta BYD ortib, Toshkentga qarab yo'lga chiqdik. Yo'lda ozgina qisqacha ma'lumot berib o'taman. Biz hozir Paxtakor postgaysidan o'tib, ikkinchi o'zga yaqinlashib qoldik. Furash akalarga yaxshigina nima desa bo'ladi? Mana bunaqa kameradan o'rnatib olinglar mana. 360 kameradan обязательно o'rnatib olinglar. Texnika xavfsizlik uchun ertaga xudo ko'rsatmasin nimadir bo'ladigan bo'lsa, mana shu kamera orqali keltirib berasizlar. Juda ham ko'pchilik begunoh qamalib ketadigan furash sho'prakalarimiz bor. Begunoh qamalib ketgan. O'shuning uchun mana shunaqa payt mana bunaqa keltirib berishga juda ham qulay mana shu narsa. Xo'p, biz hozir aytib o'tganimizdek ikkinchi postgaga yetyapmiz. Sardobaga yaqinlashib qoldik. O'zbekistondagi eng katta qovun bozoriga kelib qoldik. O'zbekistondagi eng traylerchilar yana JM mashinalar olib ketyapti. O'zbekistondagi eng katta qovun bozoriga yaqinlashib qoldik. Avtobusda furachilar to'xtab dam oladigan joy bor. Bulgansasi ham bor orasida. Ko'pincha tanarchilar kiradi bu yoqqa. Katta mashina og'ir ko'taradigan shoferlar. Sababi baribir nagruska bilan yuradi. Shuncha yuk bilan balonda nagruska bo'ladi. Xo'p, mana qovun bozor. Menimcha hali sezon emas, sababi bu yoqda nihoyatda ko'p edi. Qovun taruz. Endi chiqsa kerak, nimaniki? Mirzachi yo'lli qovunlari bu yoqqa. Bular ertakilar, Teplisaniki. Dalaniki haqiqiy quyosh bilan bitgan, quyosh nimasida pishgan, endi chiqadi. Biz esa o'zga yaqinlashib qoldik. Agar videomiz ozgina bo'lsa sizlarga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, yana iltimos qo'ygan bo'lardik. Bitta like bosib, kommentariyada o'zingizning fikringizni qoldirib, tanishlarga bo'lib qo'ysanglar xursand bo'laman.